Albatta, qaysi ma'noda Hikmatillohda ham ayb yo'q. Nimaga aytsangiz, siz ham mana o'zimiz aybimizni ko'rmaymiz. Hikmatilloh ham ish qildi, tekshirgan, o'zini aybini ko'rmaydi-da. Biz bitta nazorat bo'limi, sifat nazorat bo'limi qilishimiz kerak. U hech narsa ish qilmaslik kerak. U menga o'xshab, mana mana uni tekshiraydi, aka tekshirib, men mashina qabul qilganimda o'zim perfeksionist bo'lganligim uchun hatto kalonkani pesharkasini ham tekshirdim. Hatto pesharkasida ham muammo bor ekan. Sizgacha uni hal qilib qo'ydik. U odam bizga o'xshagan perfeksionist bo'lish kerak. Mashina tayyor bo'ldi desa, u borib o'tirib tekshirish kerak, mijoz chaqirishdan avval. Keyin u tizimda bo'ldi. Tekshirildi. Endi mabodo mijoz kelgan nimada xato chiqsa, kim javob beradi? O'sha sifat nazorati bo'lib tekshiradi. Hikmatilloh javob bermaydi. Chunki Hikmatilloh ishda ichida u ishni qilyapti, u bilmaydi. Masalan, Xayrullo aka hamisha zo'r gap gapirganda, futbol o'ynayotgan odamda zo'r mutaxassis bo'lsa ham, lekin futbolni ko'rayotganda uni aybini ko'rib turadi deganda. Keyin media men uchun zamonaviy narsa-da. Ya'ni oldin yoshligimizda bo'lmagan bu narsalar, Instagram hech narsa bo'lmagan. Keyin u narsa berilgandan keyin undan to'g'ri foydalanganligim haqiqatdan yaxshiligini his qilib bordim yil davomida. U bittada bo'lmas ekanda. Bittada bo'lishi mumkin. Ahmoqgarchilikdan dabdala holat bo'lishi mumkin. Chunki ahmoqgarchilikka xushlab yoqtirib, ma'nodchilikni ko'radigan ilmsiz holatimiz juda avjida hozir. Ilmli, yaxshi odamlarni ko'rishligi kam. Biz o'zi aslida hozir men nima safar qilib o'tdi ko'p muddat 5-6 oy bo'lganimda bildimki, servis tizimi deyarli nol. Bir o'zbek millat sifatida bitta jamoa shakllantirib, o'sha yerda bitta tizim qo'yib qo'ysa ham bo'lar ekanda. Ishonchli bolalaringizni 3 oyga qarochi borib kelasan, bemalol aeroport, samolyot, hamma narsa hozir oldingiga nisbatan qimmat emas, yo'llar ochiq. $200 bitta tudagi bilet oladi. Mazza qilib borib o'sha yerda ishini ham qiladi. Hattoki oilasi bilan borib turib kelsa ham bo'ladi-da. Uning uchun tizim kerak ekanda. Tizim kerak.